Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня мы пришли в парфюмерную Хасана, которая находится рядом с парком и рядом с супермаркетом Корзинка. И мы пришли взять интервью у продавца насчет его товара и его предприятий. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirsangiz. Va alaykum assalom. Meni ismim Imomnazar Muhriddin, Saidnazar o'g'li. Men shu Hasana brendi, Hasana parfyum brendining bitta ikkinchi diler sifatida agent sifatasiman. Nega aynan parfyumeriya do'konida ishlashni xohlagansiz? Bu parfyum do'konimiz o'zimizning milliy brendimiz. Hasana parfyum o'zimizning milliy brendimiz. Ustozimiz Hasan Yahyo Abdulmajid ustozning brendlari hisoblanadi. Biz ikkinchi agent bo'lib ochganmiz. 2025-yil 5-sentyabr kuni do'konimiz rasmiy ochilishi bo'lib o'tgan. Ish jarayoningizda agar mijozga mos atir tanlashda nimalarga e'tibor berasiz? Birinchi navbatda mijoz kirganda biz mijozni o'zi qanaqa atir ishlatishini so'raymiz. O'tkirroq atir ishlatasizmi yo yengilroq atir ishlatasizmi deb so'rab olamiz. Agar o'tkirroq atir ishlatamiz desalar, biz o'shanga qarab turib atirlarni ko'rsatishni boshlaymiz. Sizningcha yaxshi parfyumeriya sotuvchisi qanday bo'lishi kerak? Qanaqa xislatlarga ega bo'lishi kerak? Odam kirishdan bilish kerak. Birinchi navbatda qanaqa atir sepilishini. Misol uchun menda odamning gavdasiga qarab turib ajratib beraman. Asosan ana shu atir sizga mos tushadi deb men taklif bera olaman. Keyin xushmuomalalik birinchi navbatda, muomala madaniyati. Asli birinchi navbatda ana shu muomala madaniyati. Keyinchalik o'sha gavdasiga qarab turib, sizga shu atir mos tushadi deb ayta olamiz. Masalan, ozg'inroq odam kirsalar qanaqa atirlarni tavsiya qila olasiz? Gavdasiga qarab dedingiz o'shanga. Ozg'inroq odam kirayotgan bo'lsa, ularga asosan yengilroq atirlar tavsiya qilamiz. Gavdaliroq, zdorovoy sportsmenlarga o'tkirroq atirlar tavsiya qilib qolaman. Nimaga? Chunki gavdasiga serozniy atirlar ishlatgani yaxshiroq. Sizni parfyumeriya do'koningizni ustuvorligi boshqa konkurentlardan ustuvorligi nimada? Bizdagi birinchi navbatda milliy brend. O'zimizda O'zbekiston milliy brendi Hasana brend atirimiz. Ikkinchi navbatda atirlarimiz boshqa atirlarga notalar o'xshab ketadi, lekin o'zgacha hidlar. Ham tanada turishi, kiyimda turishi uzoqroq turadi. Tanada 8-10 soat turadi, kiyimda minimal 3 kun turib beradi hidlari. Xo'p, mijoz bilan kelishmovchilik yuzaga kelsa, qanday muomala qilasiz? Albatta xushmuomalalik bilan muomala qilamiz. O'tkir bo'lsa, sassabni tavsiya qilaman. Juda ham yaxshi yetirgan brenderlardan biri. Buni birinchidan zanjabil qo'ying. Keyin sekin o'ta sochiladi. Hatto ustidan 8-10 soat turadi, keyin shungacha minimal. Keyin shosh atirimiz bor, ustozimiz bor hisoblanadi. Ustozchilar ko'rsating. Degancha ananasdan keladi buni. Keyin bergamot, qorasimorod degan oqqayin degan tarafdan uzoqroq turadi, qorasimorod. Hatto 8-10 soat. U ham tahorat hisoblanadi. Kiyimda minimal 3 kun. Sabut ko'rib. Versiya atirgan asosan. Ustozimiz o'tkir atirsachi. Sizga endi sizga o'zga tavsiya qiladigan hayotlar tavsiya qilaman, chunki buni notalarga kardamon, amra, jasmin, binafsha teri qo'shilgan. Bu sepgan nota sochlar jasmin, binafsha nota sochlar. Boshqa olib qo'ying. Nihoyat. Sizga mos. Endi sizga mos bo'ladigan yoki shoshingdan sasavetasi. Asosan. Ya, shosh. Keyin sabo degan atirimiz bor. Unda notalariga apelsin, limon, yalpiz, oq kedil, binafsha. Sabo degan atirimiz. Bu mushukka o'xshab ketadi. Mushukka. Yengil, nежный. Желательно, чтобы нижний. Endi lekin akasiga tavsiya beradigan. Qo'lda bunda bo'lsa, Necha milligram qanchada turadi? 10 milligramma 200 ming so'mdan ustozniki shoshyapti. Assalomu alaykum. Aka, bu do'kondan parfyum xarid qilganingizni ko'rdik. O'shanga ozgina savol bersam maylimi? Ha, mayli, bemalol.
Siz odatda atirni qanchalik tez xarid qilasiz? Men odatda ko'p emas, bir yilda 2-3 marta xarid qilaman. Atir tanlashda siz uchun muhim narsa nima? Masalan, hidi, narxi, brend yoki uzoq saqlanishi. Menga unchalik narxi ham qiziq emas, chunki narxlari odatda hali bir xil narxda sotiladi, keyin arzonroq, sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, siz ko'proq qanday hidlarni yoqtirasiz? Sizni yengilmi, shirin, yog'och yoki sitrus shunga o'xshash? Menga ko'proq Hasanadan Hayrat Labror yoqadi, chunki uni hidi hidlaganingizda hali nimani beradi, kojinniy hid beradi, muzdayroq, boshqacha hid keladi. Menga shu taraflama yoqadi. Nimaga aynan bu brenddan xarid qilasiz, boshqalardan emas? Chunki menga yoqishi ham o'zimizga yangi brend, keyin atirlarimizni stoykasi ko'proq turadi. Tanada 8-10 soat, kiyimda 3 kungacha turar ekan. Shuning uchun ko'proq shuni o'zim xarid qilib olaman. Bo'ldi, aka, rahmat, sog' bo'lasiz. Здравствуйте, уважаемые. После наших анализов мы выяснили, что парфюмерный магазин Хасано ценит за качество и за низкую стоимость, также за предысторию. Спасибо за внимание.